بسم الله الرحمن الرحيم. Bugungi kun. Bugungi kun. Hamma bugungi kun haqida o'z bilganicha so'zlaydi. Kimdirning tashvishi dunyo, kimnikidir din. Abu Dardo shunday rivoyat qilgan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar-ki, agar mening bilganlarimni bilsaydingiz, oz kular, ko'p yig'lar edingiz. Havoyi nafs orzularga berilib yashalgan bu dunyo hayoti sizlarga tuban ko'rinardi. Alloh yo'lida hayot kechirishni ustun qo'ygan bo'lardingiz. Abu Dardo radhiyallohu anhu payg'ambarimizdan bu hadisni naql etganlardan so'ng yig'ilgan jamoaga qarab shunday xitob qilgan ekanlar. Mening bilganlarimni bilsaydingiz, tog'larga chiqib Allohga yolvorardingiz va shuning barobarida o'z holingizga yig'lardingiz. Butun borlig'ingiz bilan yig'lagan bo'lardingiz. Mol-mulkingizni tashlab, ular hech narsa emasligiga ishonardingiz. Afsuski, uzun amalsizlarning qalbingizdan oxirat tushunchasini sidirib tashlagan. Dunyo hayoti birdan bir amalingiz bo'lib qolgan. Shu tufayli to'g'rilikdan yuz o'girgansiz. Ba'zilaringiz qilgan ish oqibatidagi falokatni o'ylamagani uchun havoyi istaklarni tark etolmagan hayvonlardan ham yomonroqsiz. Sizlarga nima bo'lgani o'zi? Bir-biringizni sevmaysiz, bir-biringizni to'g'ri yo'lga solmaysiz. Ahvol shundayki, so'zda bir-biringizning diniy birodarisiz. Ichingizning yomonligi sizlarni bir-biringizdan ayirgan, bir-biringizni yiqitasiz. Agar to'g'ri yo'lda bo'lsaydingiz, bir-biringizni sevardingiz. Sizlarga nima bo'lgan o'zi? Dunyoviy ishlarda bir-biringizga yo'l ko'rsatasiz-u, oxirat masalasida xuddi shu ishni qilmaysizlar. Hech biringiz dunyoviy masalalarda sevgan va yordam bergan kishingizga oxiratga oid xususlarda sira nasihat qilmaysiz. Bu hol sizlarning qalbingizdagi iymonning sustligi sababli yuz beradi. Agar dunyo hayotini bilganingizday oxirat hayotini ham yaqindan bilsaydingiz, unga ishonsaydingiz, u dunyo uchun ham biror ish qilar, Alloh o'rtaga qo'ygan iymon va axloq asoslariga moslashar edingiz. Chunki oxirat hayoti siz uchun abadiydir. Yo'q, dunyo hayotiga bo'lgan sevgimiz ajoyibroq deya olmaysiz. Chunki dunyo hayotida ham ba'zan kelajakda qo'lga kiritishingiz mumkin bo'lgan narsa uchun qo'lingizdagi bor yo'q narsalaringizni fido qilasiz. Masalan, bir yil keyin erishishingiz mumkin bo'lgan hosil uchun hozir qo'lingizda tayyor turgan urug'ni sochasiz. Kutgan narsangiz bo'lmay qolish ehtimolini bila turib ham zahmat va mashaqqatlarga ko'milib, naqd narsangizni qo'ldan chiqarasiz. Komil iymon sohiblariga xos alomatlardan mahrum qanday yomon insonlarsiz. Yoki ayting, Allohning Rasuli Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallam taqdim etgan haqiqatlardan shubhangiz bormi? Agar shunday bo'lsa, bu shubhalaringizni bayon eting. Men esa sizlarga haqiqatni dalillari bilan ko'rsatay. Qalblaringizni qanoatlantiruvchi nur bilan yoritay. Allohga ont ichib aytamanki, sizlar aqli noqis kishilardan emassizki, ma'zur ko'rsam. Chunki dunyoviy ishlaringizda to'g'ri va foydali narsalarni farqlay olasizlar. Qorningizga yaraydigan narsalarni qo'lga kiritishni yaxshi bilasizlar. Sizlarga nima bo'lgan o'zi? Oz bir dunyolikni qo'lga kiritsangiz, sevinib sakraysiz. Lekin ozgina bu dunyolikni yo'qotsangiz qayg'urasiz. Shundayin qayg'urasizki, bu narsa yuzingizdan o'qilib turadi. Tilingiz uyalmay shundan gap ochaveradi va shu arzimas yo'qotishni musibatdek ta'riflaysiz va bilmaysizki bu xususda gunohga botasiz. Ko'plaringiz din asoslarining aksarini tark etgansiz. Shunday bo'la turib, yuzlaringizda zarracha o'zgarish
qayg'u alomatlari yo'q. Holbuki zarracha bu dunyolikni yo'qotsangiz, yuzlaringizda qayg'u alomatlari ko'rinib qoladi. Men hozircha sizlardan Alloh yuz o'girgan deb o'ylamayman. Ba'zingiz bilan sevinib suhbatlashasiz. Har biringiz boshqa biringizni qabul qilganda uni ranjitmaslikka tirishasiz. Ammo buni faqatgina u ham meni qabul qilganda ham xush muomalada bo'lsin deb shunday qilasiz. Qalblaringizda esa bir-biringizga nisbatan gina-yu adovat va dushmanlik bo'ladi. Butun hayotingiz uzun amaldan iborat. Ajalni unutish borasida bir-biringizni ortda qoldirib ketgansiz. Istaymanki, Alloh sizlarning bu hollaringizdan meni qutqarsin, tinchlik, xotirjamlik bersin va meni Allohning rasuliga yetishtirsin. Agar u zot hayot bo'lsaydilar, sizlarning bu xatti-harakatingizga chiday olmasdilar. Sizlarda zako bo'lsa, mana sizlarga haqiqatlarni eshittirdim. Allohning nazdidagi narsalarni izlasangiz, osonlik bilan topasiz. Men o'z nafsim uchun va sizlar uchun yolg'iz Allohdan yordam tilab qolaman.